Yulduzlar planetasi blogeri Umid Barotov. Xush kelibsiz. Rahmat. Aytingchi, siz tabiatan to'rtinchoq bo'layotgansiz, lekin hozirda o'z iste'dodingizni namoyish etyapsiz. Sizni yaqindan tanishgan insonlar bundan hayratda. Shu haqida aytib o'tsangiz. Avvalo bu ko'rsatuvga taklif qilganingiz uchun rahmat. Orzularim nihoyatda ko'p. Men jurnalist bo'lmoqchiman. Ikkinchi savolim shundan iboratki, hozirda Zoologlar planetasida necha kishi faoliyat yurityapti? Hozircha blogerlar planetasiga 2 kishi faoliyat Ilonlar o'ziga xos tana tuzilishga ega bo'lgan o'lchami 20 cm dan 10 metrgacha yetadigan hayvondir. 2200 ga yaqin tur mavjud. Tanasi har xil yo'g'onlikda bo'yicha cho'ziladi. Dumi hamisha tanasidan kalta, oyog'i bo'lmaydi. O'ziga xos ajoyib harakatlanish usuli, qattiq harakati, zahar tishlari va harakatsiz tik qarab turishi tufayli ilonlar haqida qanchadan qancha ertak va afsonalar to'qilgan hamda ko'p xalqlar orasida ilondan qo'rqish hissasi paydo bo'ldi. Yana bir ma'lumot, ilonlarning asosiy sezgi organi Yakobson organi bilan birlashtirilgan tilidir.